Siz ko'ryapsiz hozir qanday qilib men pulni muzga tashlayapman. Ammoki bu ish bilan siz har kun o'zingiz restoraningizda shug'ullanyapsiz. Hozir siz bilan zazor degan narsani ko'rib chiqamiz. Bu bilan qanday qilib restoraningizda bir oyda 10 milliondan 30 milliongacha bitta mahsulotni yo'qotishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan biz zazor nimaligini o'rganib chiqamiz. Bu holat kuxnyada bo'ladi aslında. Biz sizlar bilan shuni go'sht mahsulotida ko'rib chiqamiz bugun. Masalan, go'sht 1 kilogram go'shtimiz xom holatda bo'lsa, uni pateriyasi bo'ladi. Pateriyasi prarabotka qilganda, tozalaganda va uni pishirgandan keyin. Biz hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz pishirgan holatda. Pishirgan holatda примерно 35-40% bo'ladi. Agar biz shuni pateriyasini 40% qilib oladigan bo'lsak, pishganidan keyin go'shtimiz bu holatda agar biz masalan o'zi po'rlar, shu zazor deganni o'zini strovka qilib ikki xil holatda olishlar mumkin. Qaysi holatda? Birinchisi, agar sizni po'ringiz endi unaqa bo'lmasin-da, o'g'lik qilayotgan bo'lsa, 1 kilo go'shtni oldi deylik o'ziga xom holatda. 1 kilo go'sht xom holatda olganda, u bizlar pateriyamiz 40% bo'lsa, xom go'shtni pishirgandan keyin uni 600 gram qoladi undan. Pishirgandan keyin mahsulotimizda. Birinchi holatimizda u ovqatga 20 gram примерно agar kam bersa, porsiyasida aytilgan gramidan yozilganidan texnologik kartasi 20 gram kam bergan holatda agar biz pishgan go'shtimiz mahsulotidan 20 gram kam bersak, u 30 porsiya mahsulot sotganimizda 600 gram pishgan go'sht chiqadi. U degani bizlar 1 kilo go'shtni, xom go'shtni chiqarib oldik. Ikkinchi holatda o'g'lik qilmaydi bizning po'rimizda. U degani ikkinchi holatda perejarka bo'lishi mumkin, mahsulot buzilib qolishi mumkin. Shu narsalar yig'ilib 1 kilogram va undan ko'proq bo'lsa, u o'zini zazorini bir oyga masalan shuni kam solib, bu endi mehmonning haqqi. U noto'g'ri. Oyning oxirida sistemli programmamiz bo'yicha ko'rib chiqqanimizda hammasi 0 teng chiqadi. Nega desa, hech qayerda yo'qotish bo'lmaydi. Lekin bizda 20 gram u yo'qotishimiz bor baribir. Mehmonning haqqi, uni ошибкasi po'ringiz ekonom qilyapman deb o'zini strofka qilyapti va 20 gram olib zazor qilib qo'yapti. Bu degani o'ta shunaqa qilib zazor qilib olishadi o'zlariga oshpazlar. Endi hozir siz bilan bizlar bu savolni batafsil ko'rib chiqamiz. Agar shu oshpazingiz 20 gram zazorini olib ekonom qildi deylik, yo bo'lmasa o'zini pateriyasini strofka qildi. 1 oy oldin inventarizatsiya qilganingizda shu kelib chiqmasligi uchun sistematizatsiya u ko'ra olmaysiz deb aytdik sizga. Endi bunda siz qanaqa yana katta yo'qotish mumkin? Foyda tomonlama. Mehmoningizga vizual ovqatni kam beryapsiz. Mehmoningiz undan недовольный bo'lishi mumkin, norozilik bildiradi va yana siz mehmonning haqqini yeyapsiz. Xud 10 gram bo'lsin, xud 20 gram bo'lsin, bu mehmonning haqqi. Bizlar agar texnologik karta bo'yicha, menyu bo'yicha 300 gram, qaysidir bluda 350 gram, 400 gram farqi yo'q. Qanaqa zavet qilgan bo'lsak, shunaqa berishimiz kerak. Uni chef po'ringiz, po'rlaringiz shuni kontrol qilib yurishi kerak. 1 gram ko'p emas, kam ham bo'lmashi kerak. Agar shu o'zini zazorini olib kam bergan taqdirda bizlar mehmon yo'qotamiz. Bizlarning hozir maqsadimiz bitta mehmonni olib kelish emas, u mehmonni qayta kelishi. U shu bilan restoran foyda ko'rib boshlaydi. Agar bitta mehmon qayta kelganda yil davomida 10 martadan 30 marta kelishi mumkin, bu примерно sizni foydangiz bo'yicha 10 million kam bo'ladi. Agar shu mehmonni siz yo'qotsangiz, 10 million foydani kam ko'rasiz. Bu po'r uchun oddiy ekonom bo'lishi mumkin, o'zini strovka qilib, atak siz uchun katta yo'qotish bo'ladi. Foyda tomonlama mehmonni постоянно olib kelish uchun juda katta yo'qotish. Siz unga konsepsiya o'ylab topgansiz boshida restoranni ochish uchun, menyu prarabotka qilgansiz, razrabotka qilgansiz, hammasini o'zingiz qilgansiz, marketingga investitsiya qilgansiz. Lekin oddiy shu tomonlama ahamiyat bo'lmasa, yo kontrol bo'lmasa, все, sizni постоянный mehmoningiz yo'qotiladi. Bizlarning eng katta foydamiz, pul ishlaydigan joyimiz mehmonlarimizni qayta olib kelishganda. Agar siz o'ylasangiz, bu muammoning yechimi po'rimni almashtiraman, yo bo'lmasa borib tarozining ustida turib o'zim gramovkalarni tekshiraman deb o'ylasangiz, bu xato. Yo bo'lmasa chestni po'r topaman desangiz ham, bu ham xato. Unaqa qilish mumkin, harakat qilsa bo'ladi. Lekin agar sizda tizim, sistematizatsiya bo'lmasa, uni farqi yo'q. Liboy po'ringiz qachondir yo hozirdan yo keyinchalik agar sizda tizim bo'lmasa, bu zazorni qo'yib boshlaydi. Bu degani siz tizimni yo'lga qo'yib olasiz boshda, keyin po'rlaringiz shu tizim bo'yicha ishlashlari kerak.
Bu siz hozir qilayotgan ishingiz remont primerda bo'lsa, sizda tayyor fundament yo'q, lekin siz уже yıkılayotgan uyga обой qistirayotgandek bo'lib his tuyulyapti. Sizda lekin eng boshida sistematizatsiya fundamentdan boshlashingiz kerak. Bu zazor 10 gram, 20 gram kam bedeshnikni 7 qismidan birisidir. Agar siz Xorik akademiyasi tizimini batafsil ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu video bo'yicha ko'rib chiqing.